U qishloqdagi eng uddaburon usta quruvchilardan. Qo'lidan g'isht terishdan tortib to tom yopishgacha keladi. Ammo shaharga ish qidirib borib kosasi oqarib ishlari yurishib ketdi. Odamzod ish ko'p joyda ochiladi, xuddi ketmondek yarqirab ketadi. Qishloqdagi jo'ralarni yoniga chaqirib, oldiniga bitta quruvchilar jamoasini tuzdi. Ishlarida sifat, aldam-qaldamlik bo'lmagani uchun uy quradiganlar ularning bo'shashini kutadigan bo'lib qolishdi. Bu uni yana bitta yangi quruvchilar jamoasi tuzishga undadi. Salda qo'l ostida bir emas, 10 ga yaqin quruvchilar jamoasi ishlay boshladi. U tufayli 40 dan ziyod qishlog'i yoshlari ishli bo'ldi. Endi uning o'zi ishlamas, tuzib olgan jamoalarni boshqarar, shogirdlari qo'lidan chiqqan uy-joylarning suratini olib reklama uchun internetga joylardi. Albatta, bu orada o'zini ham esdan chiqarmadi. Har safar qishloqqa borganida ota-onasi, xotini, bolalariga sizlarga bir syurprizim bor derdi-yu, nimaligini aytmasdi. Nihoyat kunlardan bir kuni otasi, onasi, xotini, 2 o'g'il va bir qizini olib shaharga jo'nadi. Mashina shaharning gavjum mahallalaridan biriga kirib to'xtadi. Undan tushishdi. O'g'il yo'l chetidagi 2 qavatli hashamatli binoni ko'rsatib, "Ana sizlarga syurpriz mana sizlarga syurpriz" dedi, xuddi kinodagidek qilib. "Nima bu? Mehmonxonami?" so'radi ota. O'g'il kuldi va borib darvozaga kalit soldi-da, "Marhamat otajon, marhamat onajon. Oldin sizlar kiringlar, keyin keliningiz, nabiralaringiz kiradi. Bu yer mehmonxona emas, bizning uyimiz bo'ladi" dedi. Ular darvozadan kirib, oyoq tagiga to'shalgan sopalaklarni ko'rib, "Bosaymi, bosmaymi" deb turib qolishdi. "Ha, qo'rqmanglar, yuraveringlar. Bularni bari sizlar uchun" oyog'i ostidagi sopalakni tepib qo'ydi o'g'il. Ajabo, ular o'zlarini qandaydir bir muzeyga kirib qolgandek tutishar, hayratda edilar. O'g'il devordagi bir tugmachani bosgan edi, hovli o'rtasidagi favvora shovullab ishlab ketdi. Bolalar oldiniga cho'chib, orqaga tislanishdi-yu, keyiniga favvora tarafga qarab chopishdi. "Hay, gullarni uzmanglar yana", bolalarga tanbeh bergan bo'ldi xotini. "Qo'yiver, onasi uzaversin. Shular uchun ekkanman axir. Bunaqa gullar qishloqda yo'qdi, shunga shunaqa deyapsan. Urug'laydimi? Qishloqqa ham olib borib ekardim. Endi qishloqni esingdan chiqar. Bundan buyog'iga endi shaharliksan." "Voy, bu hovlida yashab bo'larkanmi?" deb yubordi xotini kutilmaganda. Nimaga shunday deb yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. Darhaqiqat, ichkaridagi hashamat bilan qishloqdan kelgan otasi, onasi, xotini hech ham qovusha olmayotgan edi. Farq osmon bilan yercha edi-da. Buni o'g'il ham sezardi. Xotini ko'ziga bu hovlining bekasi emas, xizmatchisiga o'xshab ko'rinardi. Favvora atrofidagi bolajonlar ham bir pastga kirishgan o'ynab olaylik degandek qiyqirishardi. U pastki qavatdagi otasi bilan onasining yashash xonalarini ko'rsatdi. Gilam, parda, ko'rpa to'shaklar to'shalgan, xuddi kelinlarnikidek. Bolalarning darsxonasi ham, yotoqxonasi ham alohida. Yuqori qavatda mehmon kutish uchun kattagina zal, tanish-bilishlar kelib yotib qoladigan bo'lsa, ularga ham xonalar. Xullas, o'g'il shaharda orttirgan bor yo'g'ini shu qasrga chaplagan edi. Bularni ko'rgan ota yumshoq o'rindiqqa omonatgina o'tirdi-da, kutilmaganda piqillab yig'lab yubordi. U kishining yoniga onaizor ham qo'shildi. "Ota-onam xursandligidan yig'lashyapti" deb o'yladi o'g'il. Qishloqdagi hayot bilan bu yerdagisini solishtirib o'zi ham g'amgin tortib ketdi. Ammo saldan keyin otasi o'ziga kelib jimlikni buzdi. "Bolam", dedi ota. "Hovlingga qurgan darvozangni ko'rdim. O'shani puliga kechagina burningni tortib qatnab yurgan maktabingni yo'liga shag'al to'ksa bo'lardi-ya. Hovlingga to'shalgan sopalaklar puliga qishloq qabristonidagi yo'laklar asfalt bo'lib qolardi-ya. Qishda tizza bo'yi loy kechib o'lik ko'mamiz.
Oho, bu saroyingda nechta eshik, nechta deraza romlarni ko'rdim. Har birining puliga qishloqda bitta to'y qilsa bo'ladi-ya. Bizga syurpriz qilaman deb nimalar qilib qo'yganingni bilasanmi? Esingdami? Sen unda 1-sinfga borarding. Bir vaqtlar dinini, jonini saqlab chetga chiqib ketgan bir vatandoshimizning o'g'li kelib, bobokalonlarimizning ruhi shod bo'lsin deb qishloqqa bitta masjid qurilishining pulini tashlab ketgan edi. Bermasa ham unga birov bir nima demasdi. Yo'q, o'sha qishloqdoshimizning o'g'lidan bir chiroyli masjid qoldi. 5 vaqt namozimizda uni eslab duo qilamiz. Vatandoshlarimiz chetda turib bizni o'ylaganda, nimaga biz o'zimizni o'zimiz o'ylamaymiz? Bu ishing bo'lmabdi, bolam. Axir qishloqda sizdan ham boshqa odamlar bor-ku, nimaga siz o'ylayverasiz, ota? Hamma gap shunda-da, bolam. Xudo ularga bermagan, nima qilarkin deb senga bergan. Sen nima qilsan? Xudo berganini faqat o'zingga chaplabsan. Xo'p, otajon, sizni tushundim. Xatoni tuzatamiz. Qishloqdagi hovli joyni sotamiz-da, puliga siz aytgan kam ko'slarni bajaramiz. Muhtojlarni to'ylarni o'tkazib beramiz, xo'pmi, dedi o'g'il. Yo'q, bolam. Bu saroyingda biz onang bilan bir kun ham yashay olmaymiz. Bizni o'sha somon suvoqli kulbamizdan qo'ymasin. Bir piyola choyini ichmasdan turib xalitdan yuragim siqila boshladi. Ha, menga havo yetmayapti. Havo, tezroq qishloqqa olib borib qo'y. O'g'il boshi oxiri yo'q xayollarga to'lib qoldi. Na ilojki, otasi haq edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.